Alo? Damas aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi rahmat. Kirani yorib yuribmiz. Sizga bitta kinoga rol bor edi. Damaschilarning roli. O'shanga taklif qilmoqchi edim. Yo, Jalonbek unaqa mayda-chuyda kinolaringizga o'ynagan vaqti yo'q. Obedda bir pachka kechpay ikki pachka o'g'layapti. Bo'pti. Qo'yib qo'ydimi? Damaschilar ham kuchayib ketgan lekin boru. Men ham Damas haydasamikin. Yaxshi fikr. Kuchayib ketaman shunda. 394, 33 ketamiz. Aka ketasizmi? Yuring, siz bilan to'lamiz. Sinem, foydasi yo'q. Ertalabdan kechgacha baqirsangiz ham keting, iltimos. Sinem buni boshingizga urasizmi? Yuring, men Damasni to'ldirib beray. Bor ashada o'yna. To'ldirsa faqat Damas akamga to'ldirib beraman. O'z bilasiz. Sinem, siz o'zingizni ham, meni ham qiynayapsiz. Boring, keting. Voy aka, nima bo'ldi? Betingiz svet o'chib qopti. Ko'rmaysizmi, siz yoz kemasida o'ta mo'tadil bo'lyapti. Bir basseyni bor, itbali bo'lib kalla tashab kelay. Biz aka ertalabdan kechgacha qoraymaydigan. Bitta yelpig'icha avasiz manaqa. Xo'p, o'zimni qizim, bugun maktabga borib 6 ta 5 olib, tushundingizmi? Qizim, nimaga uyda Damasimiz turib Malibu chaqirdingiz? Dada, menga maktabda Damaschini qizi deb hamma paxta qo'yapti. Shuning uchun men oddiy odamlarga o'xshab Malibuda ketyapman. Direktorim ham, qolganlar ham Damaschini qizi deb ko'tarishib yuryapti meni. Bo'pti dada, men ketdim. Qizim, tarbiyangizga mana desa Instagramda uzumni ko'p ko'rib qo'yapsiz ekan. Kirani ham shilaverdim. Assalomu alaykum, Damas aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Siz hali Damas chiqishdan oldin ham Damas mingan deyishyapti, shunga bitta maslahat. Men Malibuni sotib Damas olaymikin deyotgandim. Shunga nima deysiz? Bir gram maslahat bering. Damaschilar ehtiyot bo'linglar, otash hopis kelyapti. Kira qilishni o'rib beradi. Ishani shovur yomon qiladi. Damasim bor krasiva, men kapta